Assalamu alaykum. Tordaşlar, yaxşımısızlar, yaxşı turdunlarmı? Bugün azıraq ortaqlaşaylımı? Tünögün bugün cıq qeyrindaşlarım ayrımxanamda siz unutulup ketken şu koymuşçılar her xil hisabatlar bilen Facebook kirip sizin tıllavatqanlığını bilemsiz deydi. His qildim, lekin onun kim ekanligi o bu deganlarıma ayan. Meyli o gayri Facebook'lar bilen kirip meni tıllasın yoki o boqsin. Nima uchun tillaydi o? Desem vatan deganligimiz uchun deydi. Onu bilsaklar, qo'ymichilar bizni tillasın yoki qandaq qilsin, onun bilan hech qandaq bir ishimiz yo'q. Biz ayni vaqtida Salih Xudoyor bir qatim naq maydon qilib Bilal İbrahim'larımı ba, şu vaxtlarda, şu Amerika'daki vaxtlar bolsun, qandaq vaxtlar bolsun, şu vaxtlarda çıx temalar oturğa çıqqan. Qandaq tema desanlar, Uyghur kişilik qanun layihəsininki bastırıb etilganligi, yutib ketganligi, Ömer Qanat tiqib olgan, yana bir narsa deb turib Rabia Qadirning so'zlagan ovozlardan tatib ba. O vaqtida uning buningga ishtaganga o'xshash, bu qatimqi şu dokladnimi Rabia Qadir başçılığında vücudga chiqargan şu bayonotni buningga ishtirish bilan o'yin boshlandi. Amaliyotda buning ichidagi indigenous people degan temasiga qiziqmadim. 60-betdagi avtonomiya talab qiladi Uyg'ur deganga mushu eng ajallik yeriga men eng noroziligimni bildirib, bunda ishlar bo'lyotidi, buningga savol qo'yayli deb turib tinmay so'zladim. Endi bu imzolar başlandı. İmzanınkide sürgünde hükümetmi raisini aşap bağdı. Onundan keyin Dilyar Musabay başçılığında bir imzanı oturğa taşladı. Biz xalq hareketinin xalq hareketidikiler çoqum to'g'ri yo'ldagi to'g'ri ish bo'lsa bu insonni qo'llamaymiz, to'g'ri ishni qo'llaymiz deb azaldan ovoz qo'shib keldik. Buning ishida Zumrat Tursunba, aning ishida Zumrat Tursunba, Zumrat Tursun zot nima ish qildi sizlarga? Deganda savol qilib qo'yib baqdinglarmi dedim. Desem, anı quturatdi, mani quturatdi. Men hech kimni quturatmadim. Faqat Uyg'urning o'yg'onganligidan tugishib ketyapti. Men bir o'yg'ong'uchi. Anadagi o'yg'ongan tajribalarimni bütün menga o'xshash qarindoshlar bilan o'rtoqlashdim-da xolos. Har qatimda shunday bir ishlar chiqqan chog'da meni o shaxsiyatim yana bir men o'tirg'i chiqirdi. U ayni vaqtida qo'ymichilik, bir bütün dunyoga pur ketgan bir qo'ymichilikning egisi bor. Şu anadaki yana Türkiye'deki o bola gayri isimlar bilan kirib, şəpbərən başçılığında o kirib turib tillavatı da mən onunla qiziqmayman. Faqat ballarımınki yüzüdilla mən bəzən nəslik rədiyə qaytırıb qoymayman, lekin qısturub qoymayman. Davanın içi şunçilik pakizmi, dəpiqinlar deb bəzilərə sual qoydum. Şunda səmimi davagarlar barmı? Erki qırğınçılıqqa uçuravatqan Uyg'urni setib yavatqanlar qanchalik odam, shular qanchalik odam jon beqiyotidimish da'vo orqali. Faqat Uyg'urning uyg'onishidan qo'rqib ketdilar xolos dedim. Qo'rqib ketganligi uchun o'ltiramay sakrayotdi. O'ltiramay sakrayotganlar to'plarda so'zlayotganlarning ovozlarida zuvandarlarningki qanchalik tugishib ketayotganligini bilib turyapmiz. Qarindoshlarim, biz zaminning egisi xalq. Xalq o'yg'ongan chog'da u sen qandaq bir da'vogar bo'l, kimning onasi bo'l, kimning bir nimasi bo'l, hech kimning chatig'i yo'q. Dastlab o'tib ketalaydi Uyg'ur. Shundaq vaqt keldi. Shuni o'ltiramayotsa. Shuning uchun Zumrat Tursun andaq, Zumrat Tursun mandaq, yana birisi mandaq jamoatini tortib chiqib, voy u jamoati miyaga da'voga kirmadi, o'zi kiryapti da'voga. Lekin Uyg'urningki agarda to'g'ri bir yo'lda ketayotgan bir odamga tosh etish desanglar, burunqi mush jumhuriyatni qurg'uvchi shu Sobit domollam ayni vaqtidagi bir qator shu bo'vlarimiz. Anadagi Alixon To'ra, mush atrof shu bo'vlarimiz, shu bir qator kishilar qanchalik zulm chekkan do'stlar o'ylab yiqinglar. Hozirgidek bir vaqtda isbot degan to'liq oldin etilsa, o'ltiramay sakravatsa, nima uchun sakravatsa? Javob ber baqa, nochuvsan.
Aşı 60. betteki şu sualga cevap verip bakan sen Uygur'unu setip etmedin mi? Turmamdı. Aşını mı yok kılımız dep durup kılay desen torga unçuvala teknikan yok onu jüvitey desen. Hocangdan şu arkalık bul tep yeyse. Hey kıyırındaşlarım, uykanlarını açsanlar nimişim mında bovatıdı dep seliştirip mi bakısılar. 100 bin kişilik imzada kayadın tüşüklerden çıkıp dıllıgan de. Elə cekni qollap durup qıqallar var, salahını qollap durup qıqallar, iki taraf bulup durup şunda bir cidal olup ketken. Şu vaqtidagi holatimizni ko'z oldingizga keltirib beqing. Talay yiqqan uçurlar bor. Şu vaqtida shu zuvandarlarning to'p-to'plarda so'zlagan so'zlarini selishtirib baqdingmish necha kun. Ajoyib tillag'antinglar. Chunki uning qimmatini biladi. Zimin deb chiqqan shu imzoninki biz besib ilingan ziminning egisi degan shu imzoning qimmatini biladi. Hozirgi imzoning qimmatini biliklik. Shuning uchun non demak nandan ayrılıdı demek. Talay adam nandan ayrılıdı. Erkek kırgınçılık uçuravattıdı desek ne mi dedi? Medeniyet kırgınçılığı dedi. Onun ikinci o. Yani festival ötküzmeyiz dedi. Onun ki halkara sotku bereyli desek ya London'dakiga dedi. Anadaki dutta degani çep, dombaq degani çep oltağanti. Sizler oylap yıkan, men bir yer usul oynap çıkkan bolsam, nimelerni dep tili vitetdi. Hayatımda bu usul oynayamayman, ama usul oynap çıkkan bolsam, nimelerni tili vitetdi. Aşı sot degen yerde usulni oynap, ay dap degani çep, ay Xitayning aşxanasini xogo yep oltası, g'im qilamagan adamlar nima dep boshqa adamniki azroq bir narsa. Masalan, men ajrashmadim deb birsiga deb baxmadim. Men ajrashdim, lekin mushuninga esilib oldi. Xo'sh, undaqda davani ichida ajrashganlar yo'qmi? Davani ichida uning erini olib qochib ketgan, buning bolasini yetim qilgan, uning to'y qilgan halol eri bilan maning xotini yetib olgan. Voy, Erkin Asiyat talay bag'u, Erkin Asiyat televiziyasi yo'q, radiosida talay insonlar va davani ichida talay insonlar va onun yatqinidan bu tatib chiqqan, buning yatqinidan uni tatib chiqqan talay ishlar va tonni kaygizib qolsalar, eg'i ichilib qolmaydi degan gap yo'q. Ishlarning ostida nima ishlar bo'lgan, ammini bilasizlar-ku? Biz miyaga yaqinmaganligimiz, jim turganligimiz, ma da'voga bo'lgan hurmatimiz. Da'vo sening da'voring emas, xalqning da'vosi. Shuning uchun g'im qilmay o'ltiryapmiz. Aşı doyingda oynap ketken usullaringlar, Heliqi Qozat Xitayning onasininki g'ing-g'ing-g'inglari, singlisininki, Behram Sintoshninki, voy, gaqmayli devatimiz. Nimishqa? Biz ishimiz va qilayotgan sang'oshni setib yemaymiz. O'zimizning da'vosi va. Qarindoshlarimizninki yig'isi qulqimizning tövida her zaman. Şunun için olturamaymiz. Şu sebepten biz cidalga kirmadik. Ayni vaqtida pulini appagan men. Şu qarindoshlarimiz orqali bugun nimani bildim? Heliq qo'ymichilar sizin tillayotganlarni ichida heliq qo'ymichilar bor. Turkiyadagi palanchilar bor, pokunchilar bor. Ular Facebookni mundaq muncha minut falan yerdan chiqdi bu Facebookqa. Ma hisobotga deb turib ivatgan qarindoshlarimizga rahmat. Lekin bu ishga kirmaymiz. Dava o'zimizning davosi deb turib, ba'zan narsaga javob qaytarmaymiz. Endi Rabia Qodir birdam Ömer Qanotni mundaq deb turib, voy sirliq odam, voy mundaq ashaddiy, mundaq deb turib degan bir ovozlarni bir ivat qo'yibdi, kulib ketdim. Qozat ayadan tonkaygizib oltadi. Qozat ayaqdan maqtab tug'ilgan vaqt, tug'ilmagan vaqtimda davo qilib etibdi deb turib Ömer Qanotni bakıp durup oturga tashlasa anası ayaqdan qo'ngini ichib yurib o'ltiribdi. Lekin biz u ishga kirmaymiz dedik. Qozat Altay tezdan Afushichoning o'g'li tezdan o'rin boshasin dedim. Rabia Qodir sepdoshlari bilan shuning javobini berish kerak. O dokladning, bayonotning dedim. Bu ikki narsa bizning huquqimiz. Bilish erkinligimiz bor, huquqimiz bor. Lekin biz savol qo'ysak javob bermay, uning ishtirib, buning ishtirib, uni tillab qilay degan bilan, voy, shu da'voning sifatiga to'lay rasvochilikni biz bilamiz. Bo'lmasa aytish baqayli.
Taşlaylı oturğa dep qarindaşlarımız şundaq dedi. Oy, taşlaydigan iş olsa sal keyin taşlaylı dedik. Birisinin ajrashqaniga esil vaqidek noyda bir samimiy, ajoyib pok diyonatlik, ajoyib esil jamoatdan bo'lgan odamlar bormi ekan shu da'voning ichida? Qaysingning ostidan mushundala ashsi bir top Xitoy chiqmaydi? Qaysingning tegidan bir top Xitoy chiqmaydi? O'zing ochiq oshkor to'rga chiqib ko'rsatsan o Xitoylarni yalishib. Ömer Kanat'ını oxlab turib chiqirib ketib, Ömer Kanat sening cho'ngdadan bo'lgan bilan da'voning xoini javob bersin dedik. Hozirmi bag'u? U doppini kiyib olib o'ltirib, bu tonni kiygizvasili hech nimani bilmaydi, uqmaydi deydigan gap yo'q. Uyg'ur uyg'unib ketdi. Shuning uchun qo'rqyotdi, qo'rqib bir narsani tashlayotdi. Yana javob bermayman qandoq sana? Sen desang debe, seni ko'z qilmaymiz deb, "Voy, bizmi seni ko'z qilmaymiz? Biz imzoni tashlab beramiz." Mushundaq. Hozir qarindoshlarimiz shunday bas-bas deb imzo tashlash bilan bo'lib ketyapsa, bular hozir tinmay topda, uni tillab, buni tillab. U yerda palonchining keyinda po'kinchi va po'kinchining keyinda palonchi va bizning keynimiz xudo ba deganni qo'shmaydi ekansizlar. Hamma ishning keyinda Zumrat tursin ba deb. Meningkidan boshqa odamning qalisi ishlaydi deb o'ylamsizlar? Uyg'urning qalisi toza ishlaydi. Shuning uchun qo'p da'vo bizning da'vatidir. Javob ber da'vatidir Uyg'ur. Shuning uchun o'ltiramayapsizlar. Ananki xalqning 70 jamoatini tortib chiqib, voy ondiqti, voy mondiqti. Sening xotinlaring Xitoy ey. Jamoatingda Xitoy bormi? Na. Otadigan narsa degan bekchiq. Hozir qilayotgan ishimiz var deb turib o'ltarsak tinmay ayadan Zumrat tursin erini zarlab o'ltiribdi-ka. O'ldirmoqchiga debdiki bolalarım degan kulkatdi. Apa nimda qizliq deydi. Uxmadim dedim. Allah balayingni versin dedim, boshqa gap qilgim kelmadi. Oyey, necha adin chiqqan onang, necha adin chiqqan ağaçlaring, eliq rasvo ağaçlaring. Voy kashkichi eg'i chiqib yurgan akalaring bilan ağaçlaring, onunga biz bir eg'izga qilmagandimiz, biz ma da'voga javob berdik. Biz herkes boshqa narsa demedik, da'voga javob ber. Setvatkiningning hisobini olamiz. Qonuniy javobgarlik tortilsa, javobni ber, davatimiz. O'rinni bo'shashsin, quzat Xitoy dedik. Mushu gap. Gapning o'chig'i mushu. Javob berish eg'ir kelgandiki-la. Ayani tishlab yiqib, mayani tishlab yiqib, top-toplikka zuvandarlar, ey, nomus qilsanglar bo'ldi, ey. Makkalikim uchun nomus qiling, ey, nomus qiling. Oy, voy. Hey. Bola chaqlar ba. Bola chaqlarning yuzini qilayli. Ashundaq bir muqaddas joyda turibmi, odam sal qalbini yumisi bekarkan odam degancha qalbini yumisa. Namoz o'qigan bilanlar u dunyoda savol so'raqsiz demaydi hech qanday kitobda undaq yoziqlik emas-ku. Qarindoshlarim, nimeniki Arslan Hidoyatnikimi chiqarib qo'ygan bir narsani ivatib qo'yibdi birisi qo'pib dedim men. Hey, da'voning ichiga kirib olgan o'tin bolalarni tashlab, bolalarni qaqshitib, mushtaq qilgan odamlarni ocham urug' tuqqanim voy da'vogar deb turib, moshunda qilib turib bo'lib ketdi ekansizlar. Ma qolgan xalq, biz xalq sizlardan hech nim talashmidik. Xalqning ichidagi birisining ajrashganiga esilib olib tugishib ketdi ekansizlar. Ma bu biz so'rayotgan savol indigenous people degan tema emas. Biz u xalq emas. Biz indigenous xalq emas. Shuning uchun ma dokladning 62 betlik dokladning 60-betidagi avtonomiya talab qiladi Uyg'ur deganni qaysi Uyg'ur talab qildi? Kimga vakolatan talab qilding Rabiya Qodir? Javob berishing kerak Rabiya Qodir. Shu sabdoshlaringni ap chiqib javob berishing kerak dedik. Qo'zat Xitoy o'rnini bo'shashsin dedik. Har qanday imzoga biz javob qaytaramiz, ham qo'llaymiz. Mush to'g'ri yo'ldagi qarindoshlarning qaysi to'g'ri bir ishni o'tirib chiqargan bo'lsa, shuni aktiv ovoz qo'shimiz davatimiz. Uqolmay qolganlarga texim aniq uqtirib qo'ydik mana. Aslida bir necha kundan keyin boshqa bir temada to'xtalatdim. Lekin buguncha qarindoshlar bek yezib ketibsizlar.
Şu ilgisi yok dava olğanlıq üçün neçə vaxtını yaqıb bək taşlanıb getibdikə, azı ilgisi oyğanğanlıq üçün bular üçün bir ot ketdi uğusuğa, timsahlarning hammasi sunun astidan chiqdi. Bəzən bir yazğıcı, bəzən bir usul oynaydiganlarning onun bunun tuqqanlari hammasi top-toplarda sözləvatıdı. Heyran qalarlıq, 100 min kişilik imza vaqtida shundaq əmmiyyədən bəs-bəs sayraş bo'lib ketgandi. Hozir naq shunda bo'vatıdı. Erkiy qirg'inchilikni assimilyatsiya deb turibdi. Siz qanday o'ylaysiz? Men hech qanday o'ylamayman. Men erkiy qirg'inchilik bo'layotgan zaminning egisining birisi dedim. Uyghur erkiy qirg'inchilik uchrayotdi, erkiy qirg'inchilik uchrayotgan millat zamin deb chiqdi deb tashviqotimiz ham davatimiz tirishyapmiz. Mushunda vaqtida assimilyatsiyati, madaniyat qirg'inchiligi, namoz o'qitmaganti, diniy jihatdan aqti ko'kti deb sening o'sha zaminning egisi bo'lganligingni bostirish uchun, Xitoyga moslashish uchun har qanday temani chiqaryapsizlar. Numus degan narsa qat'iy yo'q, hayo sezimi butunlay yo'qolgan bir top inson. O'rta Osiyadagilarni avtonomiyachi deb qaramsiz deb yozibdi. O'rta Osiyada 100 min kishilik imzoda putlarni so'rab yurib, ne yerlardan imzo yig'ib kelgan onalarimiz va hadilarimiz va akalarimiz va ukalarimiz va singillarimiz va ben o O'rta Osiyadagilar hammasi avtonomiyachisi unaga ishonmayman. Faqat burun bilmagan yeri bor. Hozir biliklik aktiv ovoz qo'shib imzo to'plashga kirishgan ne singillarimiz va bolalarimiz bor, hadilarimiz va akalarimiz bor. Shuning uchun uningga ayliqi do'ppi kiygizmanglar. Masalan, avtonomiyami, mundaqmi deb yo'q. Undaq emas, faqat burun bilmagan yeri bor. Hozir biliklik. Shuning uchun uningga buningga do'ppi kiygizmanglar. Anandaki Ömer Qanotninki birden maqtab chiqaryapti, g'ayri is qilmamsiz deydi. Da'voning ichidagi shu yildiz tortib ketgan munofiqlarningki birisi-ku, yolg'onmi? Shuning uchun chapay yapadi. Unisi aniq. Samimiy esil chiroyimga qarab baxmidingmi chiroyida xunuk deb uning javob berib qo'ydim. Anandikin Rabia Qodir cho'qim javob berish kerak dedim. Çokum cevap veriş gerek. Rabia Qodir herkes kutulamaydı cevap vermeyi. Onысы 100%. Kuzatma tezden orun boşluş gerek. Qeyrindaşlarımız, Amerika'daki qeyrindaşları özleri moşu imza toplap, başka işlerini kılıp kıvatıdı. Ulan aşığı ben arlaşmayma, ben özümden tegişlik burcumunu ada kılıma. Ben her vakit bir xalqning vakili, bizning keynimizdeki şu bir top xalqning vakili buluş süptüm bilen özümden meydanımni, özgermez meydanımni ifadalab keldim. Nachar işlağı radiya qaytırıp geldim. Toğrulmagan işlağı radiya qaytırıp geldim, meydanımni bildirip geldim. Bazılarga köz qarşı mücmel, bazan insanlar bilen arlıq saqlap geldim. Ezelden şundaq. Şu 2018'de bazı kadar bilgenlerim bilen ortaklaşıp geldim. Bilgen işlerimni anandaki bilmegenlerini ustazlardan öğrendim, dostlardan öğrendim. İzlenip durup izchil aldı qarab meňiwatymyz. Eğer quruq şuvar bolsa, mustaqillik degan quruq şuvar bolsa, nimançı qo'qsa? Rabia Qodirni javob bersin desam, nimançı qo'qsa? Nimish qo'qsa? Nimish qo'qsa deb baqa? Nima deb javob beramaydi sizlar o'ylab beqinglar. Buning ichida ig'ir masala bor. Chunki bu da'vo palon odamni beqiyotidu. Ashundaq Uyg'urni setib yeyotganlarni beqiyotidu. 72 yil beqib kelgan da'vo bu. Mushu da'vo mushunchalar xoinni 72 yil beqib kelgan gap. Birlarim yezibdi 30 yil 40 yil deb. Mushu jarayonida beqilganlar endi butunlay bizga qarshi o'tirib chiqirgan vaqt keldi. Shuning uchun o'ltiramayotdi. Javob bergili unamaydi deydi. Voy bermisimi? Tinmay qistaysa. Sukutni tanlaganlik nima deb derak berdi? Aya poq, kaynida liq poq, shuning uchun o'ltiramaydi. Qarindoshlarim, uyqumizni echib, agarda u dunyoni biroz eslab qo'ysangiz yoki qarindoshlaringizni asroq eslab qo'ysangiz, Ömürvayet urug' tuqqanlarim bilan ko'rishamayman. O dunyoda qanday ko'rishiman deng. O dunyoda siz urug' tuqqanlaringiz bilan paranglashib, bir ustalda o'ltira olasizmi? Men ko'rishamayman.
Sizlar bo'lsanglar ko'rishib elinglar deyaptimi? Gapning o'chig'i. Haqqaslar olsun ko'rishvaslar. Ne kichik bolalar va opam deb yig'layotgan, dadam deb yig'layotgan. Aşı ballağımı dedim. Tırışınlar ballarım. Bomusu muşuna ötüp gitsizler. Bir adamdan degen ey aşı Amerika'da mı uşaq ballağı var, başka devletlerde mi uşaq ballağı var. Atansı yendi boğamızı öylep koyattı. Talalı kıp koyattı. İzzet hürmetini kılıp şunda işler bulattı. Hazır kandak boğatıdı. Az sırak olsun vicdanınla oygansın dedim. Az sırak olsun mu? İmzaga hech nima ketmaydi. İmza deganga siz agarda mush to'g'ri odam yoki to'g'ri yo'l deganlarning o'rtasida bir farqlantiring. Men odamni qo'llamaymiz, qilayotgan ishi to'g'ri bo'lsa cho'qqim qo'llaymiz deb o'ylayman. O'ylab beqinglar. Bir davlatda, bir mustaqil davlatda talay partiyalar bor. O'ylab beqinglar. Birli tashkilotdan tarkib topmagan talay tashkilotlar bor. Lekin o'ylab beqinglar. Mustaqillik desangiz biz harakat qilasiz. Mustaqillik yo'lida bir yerga kelanmagandikin o'ylab beqinglar. Bu rost mustaqillikmidi yoki yolg'onmidi? Ba'zi odamlarni mushu jarayonda sinab bilalaymiz. Çık adamlarning her bir naynaylarını videoga elib saqlagan qarindoshlarimiz bilan bir paranglashib baqdik. Ayni vaqtda palanchi munda debdike, pokunchi munda debdike, uningki juvetibdike dedik. Biz juvetmidik. To'g'ri hamma narsani xotirlab mangdi. Ne uskunlar bor xotirlab mangdigan. Shuningga siz juvetgan narsalaringizni mendan so'rsangiz men sizga ivat berma degandim. Bir nechasiga o'ziga ivatibmi bergandim. Siz ayni vaqtda mushunda ishlarni qilib ketgan degandim. İtversiniz tügeydi dep qamang. Lekin Rabia Qadirlarninki bu degan aniq narsa. Bu bir xoinlik. Millatning zimin davosini setivatdi. 62 betim deymiz biz onu. 11 betimga o'xshash. Ko'z oldingda 11 betimninki qo'l qo'yganlari-ku, nada? Uni putganlari. Ular o'ldi. Mallari hayot-ku. Rabia Qadirning sabdoshlari hayot-ku. Ölmedi texe. Nima deb savol qo'yamaysizlar? Biz savol qo'ydik, javob izlayapmiz. Javob qaytarishim kerak deyapmiz. Nima deb Uyg'urning davosining ichi g'ish Xitoy yoki abjash bir nimalar bilan to'lib ketgan? Uyg'ur yo'qmi da'vo qildik? Yaxshi o'ylanib beqinglar, qarindoshlarim. Hamma narsa-chu isbot bilan so'zlandi. Hech qanday bir isbotsiz so'zlangani yo'q. Hamma isbotni otdik. Javob ber. Aşı bir narsaga javob ber dedik. Aşı dokladninki ichidagi zaminni setivatganligiga javob ber dedik. Sabdoshlaringdan chiqib javob ber dedik. Turibdi. Hech kim tiqvatmadi o narsani. Rabia Qadir oqiga dojib turib, o to'yda, bu to'yda o'ltog'ini bilan chiroyi, nima chiroyi bo'lib ketdi? O to'ylar orqaliqlar yushiramaydi hech qanday narsani. To'ylar qatnashib yig'anda bo'lgan bilan ovozlar nelar uchib yuryapti Rabixonning. Qarindoshlarim, uyqumizni ichib, da'voga ega chiqayli, bo'lmasa qarindoshlaringiz bilan umrvoyat ko'rishamaysiz. Umrvoyat ko'rishamaysiz. U dunyoda to'xo qo'rmisi yoki polo etib, billa o'ltirib paranglashqili olmaydiganda, Aşındaq. Hech qanday qarindoshlaringizdan ko'rishamaysiz bu dunyoda. Agar tirishmasangiz. Tirishsaq, Xudo beradi. Cho'qim beradi. Uyg'ur uyg'onib ketdi. Uyg'onganligi uchun bular uchun bir xiris bo'ldi. Avu nantip yeyish yo'li itiladi. Shuning uchun tugishib ketdi. Taraf-tarafdan tugishib ketdi. Top-toplardan ivatilgan ba'zan ovozlarni narsan ivatibdiki, tova debdim. Nomus qilsang joy, mushi yeshingda. Endi yana 72 yil uxlamsa, erkiy qirg'inchilik uchrayotdi deganni e'tirof qilib Amerika hukumatidan, Prezident Trump hukumatidan shunda bir bekitilib bo'lgan narsani endi shunimi yana chaynab yeb qilyotdi. İncıqlap. Şununğumu qarab oltamanglar qarindoshlarim. Hay danglar ey. Bu dunyodan ütüplü kitimiz.
uyqumuzni açmasak, hamma narsa o'tibli ketadi. Singibli ketimiz. Hozirmish da'voni shimi Xitoy bilan to'lgan, ey, tova Xudoya tov qildim, ey. Düşmaningga qarshi turma degicha, ichingdagi Xitoyni bir tozlig'in, ha? Xoinlar bir savol qo'yib baqa. Javob bersin. Jinoiy javobgarligini o'z ustiga elish kerak. Shuning uchun qarindoshlarim, imzoni imzo yo'lida, davoni davo yo'lida tang elib borayli. Uxlab yotmayli. Xalqmi o'z o'ylashib turib o'tirg'i chiqibdi, o'tirg'i tashlabdi imzoni. İmzaga aktiv ovoz qo'shinglar qarindoshlarim. U men chiqargan imzo emas. Xalqninki harakatiga bo'lgan bir hurmat deb o'ylayman. Aşımı bir jang. Aşımı bir jang. Bu imzomi bir jang. Shu kurash. Agar siz hech nim qilamadim deysiz, buni qila oladigan ishingiz turibdi. Turibdi. Qarindoshlarim, uyqumizni ras ochayli. Rahmat sizlarga.